Assalomu alaykum. Bugun yosh iqtidorligalari birinchi qism kitobining 11-mavzusi natural sonlarni taqqoslash mavzusi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sonlarni taqqoslash uchun bizga taqqoslash belgilari kerak bo'ladi. Demak, mana bu bilamiz. Buni nomi teng. Mana buni nomi katta. Buni nomi kichik deb o'qiladi. Mana buni nomi katta yoki teng. Buni nomi esa kichik yoki teng deb nomlanadi. Endi masalan, biror bir natural son x katta 8, x katta yoki teng 8. Shu ikkalarining nima farqi bor desa, 8 dan katta bo'lgan sonlar 9, 10, 11, 12 va hokazo cheksizlikka yetgan. 8 dan katta yoki teng bo'lganlar esa 8 o'zi ham kiradi. 8, 9, 10, 11, 12 va hokazo cheksizlikkacha qarab ketgan. Demak, mana bu katta bo'lsa, tengi bo'lmasa 8 ni o'zini olmaymiz. Tengi bo'lsa 8 ni o'zini olamiz. 8 o'zidan boshlanadi. Xo'p, quyidagi birinchi misolda A va B sonlarini taqqoslashimiz kerak. Bir qarashda mana bu 6 minut 12 sekund kattaroqdek tuyuladi, lekin aslida unaqa emas. 6 minut 6 kere 60 plus yana 12 sekundni qo'shamiz. 372 sekund bo'ladi shunda. 372 sekund bo'ladi. Bu esa 512 sekund. Qaysi biri katta ekan? A bilan B ni yozib olsanglar, qaysi biri katta? B katta. B tarafga qaratib qo'yamiz mana bu tengsizlik belgisini. O'qilishi A kichik B. A B'dan kichik degan ma'noni beradi. Demak, mana bu yerda qaysi biri katta bo'lsa, mana bu belgini og'zi o'shanga qarab turish kerak. Keyingi A va B sonlarini taqqoslashimiz kerak. Demak, mana bu B 3101 kg. Buni ham kilogramga ko'zlaymiz. 2 tonna 2 kere 1000 plus 13 kere sentner 100 bo'ladi. 2 kere 1000 2000 plus 1300 qo'shadigan bo'lsak 3300 kilogram bo'ladi. Demak, A 3300, B 3120. Ko'rinib turibdiki, A B dan katta. A katta, B yozib qo'yamiz. Demak, keyingi masalamiz, bog'dan 130 tonna hosil olindi. Har biri 15 tonnadan yuk ko'taradigan 8 ta KAMAZ hosilni bir qatnovda yig'ib olish uchun yetadimi? Demak, qaranglar. 15 ta KAMAZ, 8 ta KAMAZ, 8 ta KAMAZ har biri 15 tonnadan bir qatnovda jami 8 kere 15, 120 tonna yukni ko'tarib keta oladi. Lekin 130 tonna bor bizda. 130 120 dan katta. 10 tonna qolib ketadi. Ya'ni yetarli bo'lmaydi. Javob yo'q. Yetarli emas deb yozishlaring kerak bo'ladi. Shu masaladan keyin sinf ishidagi misollarni 1 dan 18 gacha ishlab qo'yish mumkin bo'ladi. Hop, keyingi masala, olma banandan yengil, banan esa apelsindan yengil. Agar ananas apelsindan og'ir bo'lsa, eng og'ir meva qaysi, eng yengil meva qaysi deyapti. Demak, bu masalada hech qaysi mevani og'irligi berilmagan. Ana shu vaziyatda nima qilasizlar? Quyidagi ishni qilasizlar. Olma banandan yengil. Demak, mana ikkita meva. Olma banandan yengil bo'lsa, olma pastda bo'ladi, bananning og'irligi yuqoriroqda bo'ladi tarozida o'lchasak. Xo'p, banan esa apelsindan yengil. Banan apelsindan yengil bo'lsa, apelsin banandan og'ir bo'ladi, ya'ni yuqoriroqda bo'ladi. Mana bu apelsin. Keyingisi, ananas apelsindan og'ir bo'lsa, u yanada yuqoriroqda bo'ladi. Mana bu ananas. Bizga aytayapti, eng og'ir meva qaysi deyapti? Eng og'ir meva eng yuqoridagi meva. Bu ananas. Eng yengil meva qaysi deyapti? Bu eng pastdagi meva, bu olma. Demak, ikkalasini ham topdik.
Hop, keyingi masalamiz olma banandan 40 gram og'ir. Mana. Olma og'ir, demak olma yuqoriroqda, banan pastroqda. Bu yerda og'irligi beryapti, ya'ni orasi berilyapti. 50 gram. Hop, keyingisi banan ananasdan 70 gram yengil. Demak, ananas 70 gram og'ir bo'ladi. Mana bu yerdan 50, 70 bo'lish uchun yana bizga 20 kerak. Mana bu yerda ananas joylashgan. Jami 70 bo'lish uchun mana bu yer 20 bo'lish kerak. Bizga aytayapti, ananas olmadan necha gram og'ir deyapti mana. Ananasdan olmashgacha 20 gram og'irlik bor. Bu yerda hech qaysi mevaning og'irligini topib bo'lmaydi. Adhamning puli Nodirning pulidan 5000 so'm, Sarvarning pulidan esa 8000 so'm ko'p. Xo'p, demak o'sha mana bu chizig'imizga Adham, Nodir va Sarvarni joylashtirishimiz kerak. Adhamning puli Nodirning pulidan 5000 so'm ko'p ekan. Demak, mana bu Adham deydigan bo'lsak, Nodir pastda bo'ladi. Mana bu Adham, bu Nodir. Demak, ularning orasi 5000 so'm pul bor. Sarvarning pulidan esa 8000 so'm ko'p deb Adhamning pulini aytilyapti. Adhamning puli Sarvarning pulidan 8000 so'm ko'p. Demak, Sarvarning puli undan ham pastda. Nodirgacha 5000, demak Sarvargacha jami 8000 bo'lish uchun Nodirdan Sarvargacha 3000 bo'lish kerak. Mana bu Sarvar. Xuddi shunaqa tartibda joylashtiramiz. Mana bu chiziqlarimizga. Endi bizga aytayapti, kimning puli eng kam deyapti. Eng kam pul bu Sarvarda. Keyingisi Nodirning puli Sarvarning pulidan qancha ko'p deyapti. Mana Nodirning puli Sarvarning pulidan 3000 so'm ko'p. Javob 3000 so'm bo'ladi. Mana bu chizmani chizib olgandan keyin qolgan savollarga javob berish qiyin emas. Muhimi chizmani to'g'ri chizish. Keyingi masala bilan tanishamiz. Filning yoshi yo'lbarsning yoshidan 11 yosh katta. Demak, fil va yo'lbarsdan fil yuqorida, yo'lbars pastda. Ularning orasi 11 yosh. Bo'ri yo'lbarsdan 8 yosh kichik. Demak, bo'ri yo'lbarsdan kichkina, pastda. Mana bu bo'ri. 8 orasi. Keyingisi, agar tuya fildan 5 yosh kichik bo'lsa, tuya fildan 5 yosh kichik bo'lsa, mana bu fil, tuya 5 yosh kichik bo'lsa, mana bu yerda bo'ladi. Mana shu yerda tuya bo'ladi. Demak, mana bu tuyadan filgacha 5 yosh bo'lsa, tuyadan yo'lbarsgacha 6 yosh bo'ladi. Savollarga javob beramiz. Eng yosh katta hayvon qaysi? Eng yosh katta hayvon bu fil. Chizmaga ko'ra. Eng yoshi kichik hayvon qaysi? Bu bo'ri. Tuya bo'ridan necha yosh katta? Tuya bo'ridan necha yosh katta deyapti mana? Mana bu 6 yosh, bu 8 yosh. Jami 14 yoshga ketdi. Chizmaga qarab xohlagan narsamizni topishimiz mumkin bemalol. Xo'p, shu masaladan keyin sinf ishini 19 dan 27 gacha ishlab qo'yish mumkin bo'ladi. Demak, keyingi masala bilan tanishamiz. Xo'p. Yuqoridagi tengsizlik o'rinli bo'ladigan x ning barcha qiymatlarini toping deyapti. Qiymat degani bu x ning o'rnida bo'lishi mumkin bo'lgan raqam degani. Endi taqqoslashimiz kerak mana. Mana bu 1 bilan 1 ni taqqoslolmaymiz chunki bir xil, 5 ham bir xil. Demak, 678 bir xil mana bu orqalari. Demak, mana x 6 dan katta bo'lsa bo'ldi. 6 qo'ya olmaymiz, teng bo'lib qoladi. X o'rniga 7 qo'yish mumkin, 8 qo'yish mumkin, 9 qo'yish mumkin. Bo'ldi. X o'rniga faqat 7, 8, 9 qo'yishimiz mumkin. Masalan, barcha qiymatlar yig'indisini topsa qo'shib qo'yasizlar. Ko'paytmasini topsa ko'paytirib qo'yasizlar. Muhimi x ni topish bu yerda. Demak, keyingi masala 7-masala. Mana bu tengsizlik berilgan. Yuqoridagi tengsizlik o'rinli bo'ladigan barcha x lar yig'indisini toping deyapti. Xo'p, 13347 dan katta. Biza mana bular bir xil bo'lgani uchun
qaramasak ham bo'ladi bu yog'iga. 47 dan katta bo'lishini to'g'ri qo'ya olmaymiz bu yoqqa. Mana bu x o'rniga to'g'ri qo'ya olmaymiz. 5 qo'yishimiz mumkin, 6 qo'yish mumkin, 7 qo'yish mumkin, 8 qo'yish mumkin. Va 9 ham qo'yish mumkin. 91 ham 93 dan kichkina. Mana bu tarafga qarasak, hamma shart bajarildi. Bo'ldi. Barcha x'larni yig'indisini top deyapti. 5 ga qo'shamiz 6, qo'shamiz 7, qo'shamiz 8, qo'shamiz 9. 11, 15, 9. Bu ikkalasi 26, 9 ni qo'shsak 35 chiqadi. Xo'p, shu masaladan keyin sinf ishini 28 dan 38 gacha ishlab qo'yish mumkin. Xo'p, keyingi masala Tolibning 80 kg og'irlikdagi qo'ylari bor. Agar qo'ylarining umumiy og'irligi 2400 kg dan kam bo'lsa, Tolibda eng ko'pida nechta qo'y bo'lishi mumkin deb so'rayapti bizga. Qaranglar, bu masalani yechishni nima qilamiz? Agar 2400 kg ga teng bo'lsa, kam emas, teng bo'lsa nechta qo'y bo'ladi? 80 ga bo'lsak 30 ta qo'y bo'lishi kerak. Demak, 2400 kg dan kam bo'lgani uchun qo'ylar soni ham undan kam bo'ladi. Demak, 29, 28, 27 va hokazo 1 gacha bo'lishi mumkin. Bizga aytayapti, eng ko'pidan nechta qo'y bo'lishi mumkin deyapti. Eng ko'pi bilan 29 ta qo'y bo'lishi mumkin. Undan ko'p bo'la olmaydi. Agar undan ko'p bo'lsa, umumiy og'irlik 2400 kg dan ko'p chiqib ketib qoladi. Yoki teng chiqadi. Kam bo'lishi kerak bizga. Shundan keyingi masalalar, shundan keyin sinf ishini 39 dan 46 gacha ishlab qo'yish mumkin bo'ladi. Demak, bu mavzuni aynan bitta darsga o'tish shart emas. Birinchi dars mana 1 dan boshlab toki 27 gacha ishlatgan yaxshi, zo'r tushunishadi. Agar guruh darajasi shu yil boshlagan bo'lsa, keyingi darsda 28 dan 46 gacha ishlatgan yaxshi. Shunda ikkita darsda to'liq tugatsa bo'ladi. Ikkinchi darsda mavzuga doir testni ham berib yuborsangiz bo'ladi. Oxiridagi qiyin misollarni birdan yechib bermaslik kerak, ko'proq o'ylash kerak o'quvchilar. Shundan keyin yechim berganingiz yaxshi. Demak, natural sonlarni taqqoslash mavzusiga doir darsligimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.